Umid Gulshani sanatoriyasi haqida so'z borar ekan, bu sanatoriyaning vrachlari chin ma'noda fidoyi vrachlar desak adashmagan bo'lamiz. Ular har bir bemorlarni sog'ayishlari uchun bor imkoniyatlarni ishga solishga harakat qiladilar va bu yo'lda mehnat qilishdan to'xtamaydilar. Bizning sanatoriyamiz nafaqat bepushtlikning ruhiy asab asoratlari, bundan tashqari ko'p hollarda uchraydigan harakat tayanch kasalliklari, yurak, oshqozon ichak kasallarini asab ruhi tomonidan buzishlarini ham korreksiya qilishga to'g'ri keladi. Sanatoriyamiz keng profilli sanatoriya bo'lgandan keyin yosh katta bemorlarimiz ham kelib turibdi. Ularning orasida ko'proq yurak qon tomir kasallari, bosh miyaning qonlanishini buzish kasallarini uchrab turibdi. Mana shunaqa kasallarimizga ruhiy asab tizimlarini davolash uchun maxsus muolajalarimizni o'tkazamiz. Ya'ni bularga iloterapiya, nina bilan davolash, vakuum terapiya, vibromassaj, hijoma kabi muolajalarni maxsus o'tkazib boriladi.